Bugungi kunda yurtimiz hududlari bo'ylab davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan qulayliklar bois millionlar o'yini bo'lgan futbol rivojlanish bosqichiga kirgan. Ayniqsa joylarda futbol bilan shug'ullanayotgan yosh iqtidorlarni saralab olish va ularni mahoratini professional darajada tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu boradagi ishlar hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan futbol akademiyalarida yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mulohazalarimizda Toshkent viloyati futbol akademiyasi misolida davom ettiramiz. Bugun bu yerda yosh iqtidor egalarini futbol bo'yicha mukammal bilim olishlari uchun barcha shart-sharoit yaratib berilgan. Futbol akademiyasi 2025-yilda to'liq ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Muassasada yosh charimtob ustalarini mahoratini oshirish uchun kerak bo'lgan barcha jihozlar bor. Jumladan 154 o'rinli yotoqxona, 160 kishiga mo'ljallangan oshxona, o'quv binosi hamda o'lchami 24 ga 48 metr bo'lgan zamonaviy sport zali mukammal ta'mirlandi. Toshkent viloyati futbol akademiyasi respublikada 14 ta hududiy futbol akademiyalaridan biri. Toshkent viloyati futbol akademiyamizga hozir 2025-yil to'liq rekonstruksiyadan chiqdi, kapital remont qilindi. 154 talik yotoqxona, 160 talik oshxona va o'quv binolarimiz va undan tashqari 24 ga 48 sport zal noldan qurildi. Hozirgi paytda Toshkent viloyati futbol akademiyasida 17 ta A litsenziyali murabbiylar ish olib borishyapti. Va bizda hozir Toshkent viloyati futbol akademiyamizda 136 ta bola tahsil olishyapti. Futbol akademiyamizning asosiy maqsadlaridan biri bu birinchi o'rinda biz terma jamoalarga o'yinchi yetkazib berishimiz kerak va undan tashqari bizda hozir milliy markazimizda respublika akademiyamiz ochildi va respublika akademiyamizga biz birinchi o'rinda o'yinchi yetkazib beramiz. Terma jamoalarimiz Osiyoda, jahonda faxrli o'rinlarni olib kelishyapti. Undan tashqari olimpiyskiy komandamiz olimpiadaga chiqdi. 34 yillik orzuyimiz milliy terma jamoamiz jahon chempionatida ishtirok etadi. Xudo xolasa o'ylaymizki, jahon chempionatida ham yaxshi natija bilan o'zimizni futbolchilarimiz o'zini ko'rsatadi. Qisqa davr ichida biz ham mana hozir o'zimizni tarbiyalanuvchilarimizdan Superligani komandalariga o'yinchi yetkazdik. Mana bu yil bizda 2007-yil bitiruvchimiz Surxon Superliga komandasida hozir asosiy tarkibda birinchi yilda sraz o'yinni boshladi. Asosiy maqsadimiz shu, terma jamoalarga o'yinchi yetkazib berish va respublika akademiyasiga o'yinchi yetishtirish. Va biz yana bitta narsadan xursand bo'ldikki, o'tgan yili shu 2007-yil bitiruvchilarimizdan 24 ta futbolchilarimiz oliy o'quv yurtlariga talaba bo'lishdi. Bu ham biz tomonidan, ma'naviyatchi direktorimiz tomonidan qilingan mehnat. Biz bundan xursand bo'ldik. Bunday sharoitlarda faqat bizda endi xudo xolasa faqat ishlash qoldi. Shomurodov va Abbos Maqstaliyevdaqa o'yinchi yetishib chiqishiga ishonamiz va shu yo'lda biz harakat qilib ishlashda davom etamiz. Yosh futbolchilarni nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlash uchun ular ixtiyorida 4 ta tabiiy va sun'iy qoplamali turli o'lchamdagi futbol maydonlari mavjud. Ularda yosh atletlar kuniga belgilangan dastur asosida 2 mahal amaliy mashg'ulotlarda o'z mahoratlarini mustahkamlashmoqda. 2 mahal mashg'ulotlarda olib boramiz. Ertalabki mashg'ulotimiz asosan texnik mashg'ulot bo'ladi. Tushlikdan keyingi mashg'ulotlarimiz taktik uslubda olib boramiz. Bizda eng katta vazifalardan birini hozir uddaladik. Oldimizga qo'yilgan vazifani bajardik. Respublika futbol akademiyalari o'rtasida respublika bosqichiga chiqdik. Unda kuchli 8 talik jamoa bo'ladi. Hozirda shu musobaqaga tayyorgarlikni boshladik. Hammasi a'lo kayfiyatda, hammasi juda ham zo'r. Eng katta bizni qiziqtirayotgan bu akademiyalar chempionati kuchli 8 talik, ularda juda ham yaxshi jamoalar juda ko'p, deyarli hamma barobar. Shu qatorda biz ham alohida tayyorgarlikni olib boryapmiz. Texnik direktorimiz Igor Taran Yurich juda ham yaxshi dasturlar tuzib beryaptilar, ko'maklashyaptilar kerakli joylarda. Barcha xodimlar qo'ldan kelgan yordamni berishyapti. Men o'ylaymanki, xudo xolasa yaxshi natija ko'rsatib qaytamiz birinchi navbatda.
O'zimiz bolalarga keladigan bo'lsak, asosan shu mahalliy Toshkent viloyati bolalarida saralab olingan yaxshi bolalar. Oldimizga maqsadlar qo'yganmiz. Nafaqat O'zbekiston Superligasi, balkim dunyo bo'ylab yetkazib berishga Xudo xolasa bel bog'laganmiz. Hozirgi vaqtda akademiyada turli yosh toifalarida jami 136 nafar o'quvchi sportchi tahsil olmoqda. Ularning orasida mamlakatimiz terma jamoalari a'zolari ham bor. Biz bu akademiyada 2 mahal trenirovka olib bormoqdamiz. Xudo xolasa akademiyalar chempionatidan keyingi bosqichga chiqdik. Bu munosabatga hamma sababchi, hissasi bor. Xudo xolasa kelajakda yaxshi futbolchi bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini tepalarga ko'tarishga harakat qilamiz. Futbol temasiga keladigan bo'lsak, futbol o'yinlarimiz juda ko'p. Hammada yetarlicha o'yin darajasi ko'tarilib bormoqda. Hammaga yetarlicha imkon berilyapti. Bitta musobaqada qatnashib qolmayapmiz. Akademiya chempionati bor, shahar chempionati bor. Akademiya chempionatida Xudo xolasa final nachasiga chiqdik. Yoqda ham Xudo xolasa yaxshi natijalar qilib, akademiyamiz sha'nini oqlab, yaxshi harakat qilishga va'da berib qolamiz. Hozircha 5 ta gol, 4 ta assistim bor. Xudo xolasa, lekin sezon oxirigacha 20 ta qilish maqsadi bor edi. Endi futbolchiga keladigan bo'lsak, Viniciusni yoqtiraman. Xudo xolasa o'sha kabi futbolchi bo'lishga harakat qilaman. Akademiya tarbiyalanuvchilari 1-liga va akademiya chempionatlarida faol ishtirok etib kelishmoqda. Men Toshkent viloyat futbol akademiyasi 2003-yilgi tarbiyalanuvchisi Mahmudjonov Hasanjon. Biz trenirovkalarni boshlab yubordik. Bir kunda 2 mahal trenirovka bo'ladi, ertalabki va obeddan keyingi. Biz bo'sh vaqtlarimizda shaxmat shashka, stol tennis va kutubxonada vaqtimizni o'tkazamiz. Ertalabki trenirovkadan so'ng bizda bo'sh vaqtimizda shaxmat shashka va stol tennis o'ynaymiz va dam olishga vaqtimiz ham bo'ladi. Ayni damda bizda akademiyalar chempionati bo'lib o'tmoqda va biz final bosqichlariga yo'llanma oldik va u yerda ham kuchli jamoalar ko'p va ular bilan bellashamiz va bizda shahar chempionati ham mavjud. U yerda biz Bunyodkor, Paxtakor kuchli komandalarga qarshi o'ynaymiz. Va men o'zim hujumchiman. Ayni damda menda 7 ta gol bor. Men katta bo'lganimda Kylian Mbappega o'xshagan zo'r futbolist bo'lmoqchiman. Akademiya tarbiyalanuvchilarining qo'lga kiritayotgan yutuqlari salmoqli bo'lyapti. Jumladan 2013-yilda tug'ilgan 6-sinf o'quvchilari akademiya chempionatida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari 5 nafar tarbiyalanuvchi Superliganing Surxon klubi tarkibiga jalb etilgan bo'lib, ulardan bir nafari asosiy jamoaning yetakchi futbolchisiga aylangan. Erishilayotgan bunday yutuqlarda murabbiylarning ham salmoqli hissasi bor. Ertalabki mashg'ulotimiz bolalarning jismoniy holatini yaxshilash, o'sha bo'yicha ishlaymiz. Hop, yonga ketdi qo'llar. Yaxshilab. Burunda olib og'izda chiqazamiz nafasni. Oldiga oyoqlarni ikkilatamiz yotib. Yaxshilab cho'zilsin. Turdik, oyoqlar orqaga. Yaxshilab tortamiz. Almashtirdik. Bizda hozir ertalabki mashg'ulotlar bo'lyapti. Biz kecha akademiya chempionati doirasida o'yin o'ynaganmiz. Shuning uchun bizda ertalabki kuchga bag'ishlangan trenirovka, ozgina shu bolalarning sportivniy shu tonusini ushlab turish uchun ertalab mashg'ulotimiz asosan o'sha kechki payt bizda o'sha maydonga chiqamiz. Asosan o'sha taktik to'plam mashg'ulotlar. Men bu akademiyada 2 yildan beri 2011-yilgi bolalar bilan ishlab kelyapman. Xudo xolasa natijalar yomon emas. İçimizden har yili mana shu o'zimizni yosh toifamizda terma jamoaga nomzod o'yinchilar chiqarib kelyapmiz.
Xudo xolasa harakat qilamiz. Bundan keyin ham shu kelajakda shu O'zbekiston milliy terma jamoasi turli yosh toifadagi jamoalarga o'yinchilar chiqarib berishga. Bizning asosiy maqsadimiz ham, vazifamiz ham shu. U15 terma jamoasida nomzod o'yinchilarimiz bor, chaqirib kelayotgan doimiy o'yinchilarimiz ham bor. O'tgan yil bizda 4 edi, bu yil bizda Xudo xolasa 2 ta hozircha. Yana hozir 2 ta o'yinchimiz, yana nomzod Xudo xolasa keyingi yig'inlarga chaqirilishi ehtimoli bor. Shogirdlarimiz shu o'tgan yil bo'lgan shu o'zining yosh toifasida akademiyalar o'rtasida chempionatda 3-o'rinni olishgan. Shu yerda o'tgan bizning doimiy terma jamoaga nomzod o'yinchilarimiz bor. Doimiy ravishda mana shahar chempionati, akademiya o'rtasida chempionatlarda qatnashib kelganmiz. Xudo xolasa hozircha natijalar olamiz. Har bitta yosh toifasida ikkita murabbiylarimiz bor. Kollektiv emas, bir-birimizga juda ham ahil. O'zining ishi ustalari, professional trenerlar yig'ilganini ayta olaman. Hammamiz shu maqsadimiz, shu bolalarni ichimizdan ko'proq futbolchi yetishtirib chiqarish, terma jamoaga shu nomzod o'yinchilarni chiqarish. Hammamiz shu ustida kun-tun ishlayapmiz. Bo'lg'usi futbolchilar yakka tartibda ham amaliy mashg'ulotlar olib borishmoqda. 2,5 yildan beri Toshkent viloyat futbol akademiyasida ish yurib kelyapman. Bizda 2013, 12, 11, 2010-yil, 2009-yil, 2008-yil darvozabolarimiz bor. Hammada ikkitadan darvozabolar bor. O'shalar bilan ishlab, o'z tajribamni bo'lishib, terma jamoalarga ularni olib chiqish vazifamiz. İşimiz ko'p, ishlashimiz kerak. 2013 darvozabonini zborniga harakat qilishimiz kerak. Akmal Sharipov mana menga yaqindan yordam beryapti, o'z tajribasini ulashib. Xudo xolasa shu 13-yillarimiz 1 yil bo'lyapti, terma jamoaga tayyor bo'ldi degan umiddamiz. Yaxshi darvozabonimiz 2012dan chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa shu paytgacha 2011, 2009, 2010 terma jamoada zborniy varatar o'yinchilarimiz bor. Deyarli barcha sport turlarining rivojida sport psixologiyasining o'rni alohida ajralib turadi. Qariyb 4 yildan buyon sport psixologi lavozimida faoliyat olib boraman. Sport psixologiyasini futbol sport turida tutgan o'rni haqida so'z yuritadigan bo'lsak, umuman hozirgi zamonaviy futbolda nafaqat futbolchining jismoniy holati, balki uning psixologik holati ham muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, umuman yurtimizda hozir sport psixologiyasiga katta e'tibor qaratilyapti. Buni yorqin misol sifatida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qoshidagi 14 ta hududiy futbol akademiyalarida sport psixologi shtatini joriy etilgani uni yorqin misoli hisoblansa bo'ladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, sport psixologining asosiy vazifasi nimadan iborat? Sport psixologi avvalo futbolchini shaxs sifatida rivojlanishida, shuning bilan birgalikda sport musobaqalarida muvaffaqiyatga erishishida o'zining psixologik maslahatlarini berib boradi. Umuman oladigan bo'lsak, futbolchida birinchi navbatda irodaviylik xususiyatlarini hozir tushuncha mavjudki, ya'ni faqat uni kayfiyati bilan ishlash mumkin degan. Yo'q, unaqa emas. Olib qaraydigan bo'lsak, sport psixologiyasida uni futbolchining psixik holatlaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Psixik holatlariga nimalar kiradi? Endi diqqati, uning xotirasi, xayoli, o'sha konsentratsiyasi, ya'ni xayolni bir nuqtaga jamlay olishi, shuning bilan birgalikda sezgi organlarini rivojlantirish ham psixologiyani asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Yana bir muhim vazifasi shundan iboratki, futbol sport turi jamoaviy sport turi hisoblanadi. Ya'ni yangi kelgan tarbiyalanuvchilarni jamoada adaptatsiya deb ataladi. Ya'ni psixologiyada ushbu tushuncha moslashuv jarayonini tezlashiga psixologning o'rni ham katta hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda jamoadagi psixologik muhitni yaxshilash, shuning bilan birgalikda murabbiy va futbolchi o'rtasidagi konfliktli holatlarni oldini olish, shuning bilan birga tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi konfliktli oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman oladigan bo'lsak, o'zimizni sohaga keladigan bo'lsak, 3 ta davrga bo'lib o'rganamiz futbolchini emotsional holatini, ya'ni musobaqadan oldingi, musobaqa va musobaqadan keyingi, ya'ni reabilitatsiya, ya'ni qayta tiklanish jarayoni. Biz shuni yo'lga qo'yganmizki, Toshkent viloyat futbol akademiyasida tizimli ishga amalga oshiriladi. Ya'ni bevosita o'sha sport ishlari bo'yicha zam direktorimiz, shuning bilan birgalikda murabbiylar bilan o'zaro hamkorlikda bevosita maslahatlashgan holatda har bir musobaqadan so'ng har bir o'yinchining emotsional holati haqida fikr yuritamiz hamda kamchiligi va yutuq jihatlarini ham o'zlariga uqtirgan holatda o'z faoliyatimizni olib bormoqdamiz hozirgi kunda. Futbol akademiyasiga xorijiy davlatlarning malakali mutaxassislari ham jalb qilingan. Bu o'z o'rnida tarbiyalanuvchilarni o'quv ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
I'm working here as a fitness Akademiyada 3 yildan beri fitness bo'yicha murabbiy bo'lib faoliyat ko'rsatyapman. Menga qo'yilgan asosiy vazifa tarbiyalanuvchilarni fitness jihozlarida maxsus dastur asosida shug'ullantirib, terma jamoalar safiga tayyorlashdan iborat. Akademiya tarbiyalanuvchilari qo'yilgan vazifalarni a'lo darajada bajarishyapti. Bu yerda tahsil olayotgan yoshlar o'ylaymanki, kelgusida nafaqat mahalliy futbol jamoalarida o'yin ko'rsatishadi, balki ularning safida mashhur charm to'p ustalari ham yetishib chiqadi. Akademiya tarbiyalanuvchilarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish borasida ham qator dasturlar ishlab chiqilgan. Toshkent viloyat futbol akademiyasi 2018-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda tarbiyalanuvchilarimiz mana shu akademiyamizda tahsil olib futbol sir-sinoatlarini o'rganmoqda. Tarbiyalanuvchilari bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida barcha sharoitlar yaratilgan. Tarbiyalanuvchilarimiz bo'sh vaqtlarida shaxmat, shashka, stol tennisi va kutubxonalardan muntazam foydalanishadi. Qo'yilgan asosiy talab tarbiyalanuvchilarimizga O'zbekiston tarixi va ingliz tilini chuqurroq o'rganish. Futbolchi uchun birinchi navbatda ingliz tili kerak bo'ladi va tariximizni bilishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda Toshkent viloyat futbol akademiyasida 2024-2025 o'quv yilida 22 nafar bitiruvchidan 18 nafari oliy o'quv yurtlariga talabalik maqomiga erishdi. Bu juda katta natija hisoblanadi. Xudo xolasa bu yilgi 2008-yilgi tarbiyalanuvchilarimizdan ham shu natijani kutib qolamiz. Tarbiyalanuvchilarimizni vatanparvarlik ruhida, umummilliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda asosiy mezon sifatida ularni kitobxonligini targ'ib qilish, tariximizni o'rgatish, bundan tashqari bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etildi. Shu bilan bir qatorda Toshkent shahrida joylashgan Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrat muzeyi, Temuriylar davlat muzeyi, G'alaba bog'i, Islom Karimov muzeyi va ko'plab o'sha Toshkent shahridagi muzey va teatrlarga bo'sh vaqtlarida ekskursiyalar tashkil qilingan. Toshkent viloyat futbol akademiyasidan kelajakda ishonamanki, ma'naviy yetuk, barkamol sportchilar yetishib chiqadi va respublikamizni ko'plab jamoalarda o'ynab, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishiga ishonaman. Mana bugun Toshkent viloyat futbol akademiyasida mashg'ulot jarayonlarini kameralar asosida kuzatib bordik. Mashg'ulot jarayonida o'quvchilarning kamchiliklari, yutuqlarini biz mashg'ulotdan keyingi holatda ularni kuzatib boramiz, analiz qilamiz, tahlil qilib, kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Akademiyamizda 6 ta guruh shakllangan bo'lib, ularda har bittasida malakali murabbiylar ish faoliyatini olib boryapti. Bunda birinchi ligamiz jamoamiz bor. Birinchi liga jamoamizda Marco Antonio Salguero ish faoliyatini olib boryapti hozirgi kunda. Qolgan guruhlarimizda ham tajribali trenerlarimiz ish faoliyatini olib boryapti. Hozirgi kunda 6 ta guruhda akademik chempionatlarimiz bor. Ularda qatnashyapti. Shahar chempionatida qatnashyapti. O'zga yarasha yutuqlarimiz hozirgi kunda juda ham yuqori. Bu natijasi hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish juda ham kuchli ish olib borilyapti. Tepada federatsiyadan bizga sharoitlarni qanchalik yaxshilik qilib bergani uchun minnatdormiz. O'ylaymizki, Toshkent viloyati futbol akademiyasidan kelgusida ma'naviy yetuk, barkamol sportchilar yetishib chiqadi va respublikamizning ko'plab jamoalarida o'ynab mamlakatimiz futbolini rivojlantirishda o'zlarini munosib hissalarni qo'shishadi.